Haqiqiy xotirlar haqiqiy dunyoni namoyon qiladi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yaxshimisizlar? Haqiqiy xotirlar programmamizni ko'rishinglarni qarshi olamiz. Men riyosatchi Qayyum Muhammad. Jiang Jieshi 1949 yili urushda mag'lub bo'lib, Jungu cho'ng quruqligidan ayrilib Tayvan orlig'i makonlashgan ashu paytdan boshlab Shamin dengiz bo'yi va Jinmin orli qatorliq orollar Kuomintang bilan Kommunistik partiyaning urush oldingi sepiga aylandi. Biroq 1958 yildan ilgari bo'libmi Jungu havo armiyasi tez sur'atda zo'rayib, dengiz bo'yini tizginlash huquqiga erishgandan keyin urushda mag'lub bo'lganiga ko'nglida qoyil bo'lmagan Jiang Jieshi guruhidagilar fursat bo'lsa cho'ng quruqliqqa hujum qildi. Biroq Shamin dengiz bo'yida izchil olg'a ilgarilayolmadi. Undaqda Mao Zedong nemishqa 1958-yili tuyuqsiz shuncha ko'p topchi qismni yo'tkab, Jinmin orolini shiddat bilan bombardimon qildi. Amerika armiyasi Tayvanni egilib olg'achqa jiddiy vaziyat ko'rilgan. Shunga Amerika armiyasi bu rayondan chekinganda ondan vaziyat jiddiyligi pasaydi. Biz barliq kuchlarni safarbar qilib, Amerika armiyasining Tayvandan chekinishini talab qildik. Xotirlardan Jungu Kompartiyasining Jinmin orolini to'p tutishining cho'ng quruqliq hujum qilmoqchi bo'lgan Jiang Jieshi va Kuomintang hukumatiga ostidan qarshi turish bo'lmasdan, balki ularning keyindagi Amerikaga qarshi turish uchun ekanligini aniq ko'rib olib bo'ladi. Yangi Jungu qurilishining oldi keyinda Amerika Jungu Kompartiyasining Tayvanni ozod qilishini to'sish uchun Tayvanni G'arbiy Tinch okeanining Kompartiyaga qarshi orollar zanjiriga kirgizib, Tayvanni ayirib etish qasdida bo'ldi. Yana kelib Jiang Jieshi chotni xatosi o'qib, Amerikani Tayvan dengiz urushiga so'rab kirib, cho'ng quruqliqqa qarshi urushning muhim qadamini bosdi. 1958-yili Amerika Livanga askar chiqadi. O'rta Sharq krizisiga patdi. Mao Zedong vaziyatni inchkilik bilan kuzatdi va Amerikaning Yiroq Sharqqa cho'lisi tegmaydigan vaqtdan foydalanib, Jinmin orolini to'p tutganda O'rta Sharqqa yordam bergili, Amerikaning Livanga tajovuz qilishiga qarshi turg'ili bo'ladiganligini tonib yetdi. Jinminni to'p tutish yana Jinmin, Maozu, Tayvan, Pinxuni cho'ng quruqliq bilan bog'lashda cho'nqur ahamiyatga ega edi. Bu orollarning Jungu ziminining bir qismi ekanligini bildirib qo'yganda Amerikaning Junguni parchlash suiqasdini tarmar qilgili ham Jungu bilan Amerikaning bosh elchi darajaliklar diplomatik suhbatini saqlab qolgili bo'ladi. Texmi muhimi kuchlik besim Jiang Jieshini tashabbuskorlik bilan Jinmin orolidan voz kechishga majbur qilgili bo'ladi. Biroq bir chamida uch paxtakni so'qilib bo'ladigan bu yo'lni qanday besish kerak? Ayni chog'da Mao Zedongning toza ishonchi yo'q edi. Bu chog'da Xrushchevning Junguga maxfiy ziyoratga kelishi o'ylamagan yerdan Mao Zedongga nihoyat foydali strategik fursat ep keldi. Harbiy harakat qo'llanganda raqibiga Jungu bilan Sovet ittifoqining ittifoqdoshligini, Jungu bilan Sovet ittifoqining kuchini his qildirish hamda bu orqali Amerikaning Tayvandagi harakatini Junguga foydali qildirish edi. Shunga Xrushchevning Junguni maxfiy ziyorat qilishi o'ylamagan yerdan Jungu Kommunistik partiyasining Jinminni to'pga tutishiga bir foydali fursat yaratib berdi. Biroq inkor qilishga bo'lmaydigan yeri shuki, Xrushchev bu ishni dastlabda o'ylamagan edi. Bu sotsializm lagerida hammaga buyruq tushirib, boshqalarga qo'mondonlik qilib ko'nib qolgan Xrushchevning kayfini ushiribdi. Jinmin orolini to'pga tutish voqeasining uzluksiz kuchayishiga ergishib, Jungu Sovet ittifoqi ikki davlat orasida ilgirkidek yaqin hamkorlik munosabatini saqlab qolg'ili bo'lamdi yo'q. Jinmin orolini to'pga tutgan ikkinchi kuni Jiang Jieshi Amerika zontondan bayonot e'lon qilib, boshqa bo'lgan maydonni bildirishni talab qildi. Amerika bilan Tayvan tang qo'g'dinish shartnomasini imzolaganligi uchun Amerika atalmish Tayvanni qo'g'dash barliq majburiyatini ustiga oldi. Shunga Oqsaroy tezlikda cheklik oralashishni qaror qildi. Amerika dengiz armiyasi zo'r ko'lamda qo'g'dovchi paraxod atriti avatib, dengizda Jiang Jieshining paraxodlarini qo'g'didi. Amerika va armiyasi Tayvanni mudofaa qilish vazifasini o'tkazib oldi. Amerika Jinmin orolini to'p tutishga kuchlik inkas qaytarganda 8-oyning 31-kuni Sovet ittifoqi Jungu Kommunistik partiyasini qo'llaydiganligini bildirish uchun Haqiqat gazetida obzor e'lon qilib, Amerika bilan Jiang Jieshi Yiroq Sharqda harbiy ig'vogarchilik qildi deb aybladi. Hamda Jungu Kommunistik partiyasini qo'llaydiganligini bildirib, Tayvanni va Junguga tava boshqa orollarni ozod qilish Jungu xalqining ichki ishi. Agar kim Junxo Xalq Jumhuriyatiga cheqilish orqali tahdid paydo qiladi ekan, u bizning Sovet ittifoqiga tahdid selish ekanligini unutib qolmasin, dedi. Bu chaqda Amerikaning pozitsiyasi barg'ansira qattiqlashdi. 9-oyning 2-kuni Amerika armiyasi hatto Junguga tahdid selib, kelgusida kriz kuchaygan ahvolda Amerikaning yadro quroli ishlatish ehtimoli borligini bildirdi. Biroq vaziyat qadamma-qadam keskinlashgan paytda 9-oyning 3-kuni Mao Zedong Markaziy harbiy komitetini Tayvan va dengiz yoqasidagi Jiang Jieshi ishg'ol qilib olgan orollarga qarata harbiy harakat qo'llanish yo'l yo'riqini tuzishga mas'ul qildi.
Mavzudong to'pga tutish vaqtincha 3 kun to'xtatilsin deb buyruq tushirdi. Mamlakat ichki sirti buni tushunolmay gangirab qoldi. Amaliyotda Mavzudong Jinmin orolini to'pga tutish qarorini chiqarishdan avval qayta o'ylangan, qayta dangsab ko'rgan. Ayni chog'da Amerikaning to'pga tutish harakatiga qarata tutgan kuchlik inkosdan qanday saqlanish masalasini asosliq o'ylangan edi. Jinminni to'pga tutish voqeasi boshlanib uzoq o'tmay Amerika yana qattiq inkos qaytardi. Amaliyotda Mavzudong va Jungo Kommunistik partiyasi markaziy komitetining Jinminni to'pga tutishdagi haqiqiy maqsadi Amerikaga Tayvan, Pingxo, Jinmin, Mazu qatorliq orollar Jungoning zimini har qanday kishining bo'lgunchilik qilishiga yo'l qo'yilmaydi deganni bildirib qo'yish uchun edi. Lekin Amerika bilan urush qilish maqsadi yo'q edi. Shu sababdan Mavzudong haddidan eshib ketgan Amerikaga qarata vaziyatni mo'ljarlab asosiga muvofiq jang qilish taktikasini qo'llangan. 9-oyning 4-kuni radio stansiyasi Jungo hukumatining bayonotini e'lon qilib, elimizning dengiz tavalliki liniyasining 12 dengiz mili ekanligini uqtirdi. Mavzudong Amerika paraxodlari elimiz dengiz tavallikiga tajovuz qilib kirsa, bizning o'zimizning qo'g'dash huquqimiz bor. Ammo darhol zambirak etishimiz notayin. Oldi bilan ogohlantirish beramiz. Shuning bilan bir vaqtda Amerika bilan bo'lgan suhbatni asliga keltiramiz degan. Aniqki Mavzudongning dengiz tavalliki huquqini kengaytirganligini e'lon qilishdagi maqsadi Amerikaning eng oxirgi qitim jangchi armiyasiga yordam bermaslikka ogohlantirish uchun edi. Ammo Aqsaroyning nazarida bo'lsa, bu Amerikani chiqarib bo'lgan qarordan voz kechishga majburlaganlik edi. Shunlashqa Boros 9-oyning 4-kuni bayonot e'lon qilib, Amerikaning Jinmin Mavzuni qo'g'dash harakatining Tayvanni qo'g'dash bilan bog'lanib zich munosabatli bo'lib ketayotganligini hamda munosib harbiy o'rinlashtirish qilib bo'lganligini, Amerikaning Tayvan bo'g'izidagi harbiy to'qnashuvga qarata jangchi armiyasini qo'g'dashdan bevosita atom bombasi tashlashga taraqqiy qiladiganligini jakoladi. Tayvan vaziyati to'satdan nihoyat jiddiylashib ketdi hamda Xrushchevni cho'chitdi. Mavzudong bilan Jo'yinlar Sovet Ittifoqi diplomatiya ministri Gromyko bilan ep bo'lgan ikki qitimliq suhbatda Sovet Ittifoqiga Jungoning garchi Jinminni to'pga tutgan bo'lsa-mu, ammo Tayvanga hujum qilish o'yi yo'qligini, faqat amerikaliklarni yo'tkib etish o'yi borligini, Jungoning bu urushdagi barliq mas'uliyatni o'z ustiga oladiganligini, Sovet Ittifoqining urushga so'rab kirmaydiganligini bildirdi. Xrushchevning xati 7-chizla kechda Amerikaga yetib qolgan, shundaqla radioda anglitilgan. Bu xatda Xrushchev Amerikaning Jungoning ichki ishlariga aralashishini darhol to'xtatishi talab qilingan hamda keskin turda Jungoga tajovuz qilganlik, Sovet Ittifoqiga tajovuz qilganlik, Sovet Ittifoqi Jungo Sovet ikki davlat bexatarligini butun kuch bilan qo'g'daydi deyilgan edi. Bu Amerikaning tadbir belgilashini cheklashda muayyan rol o'ynagan. Haqiqatan shundoq. Bu vaqtda Mavzudongning Amerika bilan harbiy to'qinish paydo qilg'isi yo'q edi, lekin ko'rinishda Jungo ojizligini chandirishi bo'lmaydi. Bu chaqda Mavzudong tahdid kuchiga muhtoj bo'ldi. Bu xil tahdid Amerikaning Tayvan doiralariga yordam berishini to'sib qololmasmi, hech bo'lmaganda ishning kengayib ketishining oldini ola oladi. Xrushchev Amerika Zontongiga yozgan bu xatida dal Jungo bilan Sovet Ittifoqining birlashma kuchini ko'rsatib o'tgan edi. Mavzudong bundan to'liq rozi bo'lgan. Vaziyatni pasaytish uchun 9-oyning 10-kuni Jo'yinlar Jungoning Jungo Amerika bosh elchi darajaliklar suhbatini asliga keltirish uchun tuzilgan kelishim bayonotini tasdiqladi. Shundaqla 9-oyning 13-kuni Mavzudong to'xtamay to'pga tutishni arlab, to'pga tutishga o'zgartib, dushmanni kechichi sarosimga selib xotirjam qo'ymagan. Amaliyotda Jungo Amerikaning ko'ngildikini bilgandan keyin qattiq pozitsiyasi faqat jangchi qo'shinini Jinmindan chekindirishga majburlash bo'ldi. Düşman oldida Moskva Jungoning o'z maylicha harbiy harakat qo'llanganiga bo'lgan noroziligini unutib qolgandek, yana bir qatim sirtqi qarta ikki ittifoqdosh davlatning yaqin munosabatini namoyon qildi. Sovet Ittifoqi hukumati Jungoni qo'llaydiganligini bildirish bilan birga yana boshqacha o'yda bo'layotdi. Düşmanga qarshi bir safda turish pozitsiyasi ikki davlat hukumati orasida ko'rilgan ixtilofni yopdi. Urush vaziyatining o'zgarishiga ergishib, Mavzudong Sovet Ittifoqining Jungoga boshqariladigan bomba qismi avatishini rad qildi. Jungo Sovet ikki davlat orasidagi ziddiyat va to'qinish gavdalanishga boshladi. Hamda qadamma-qadam kaskinlashish vaziyati ko'rildi. 9-oyning 16-kuni Xrushchev Jungoning Sovet Ittifoqi turishliq bosh elchisi Liu Xiao bilan ko'rishgan. Tayvanning jiddiy vaziyatidan xotirjam bo'lolmayotganligini aytgandan boshqa yana mundaq taklif bergan. Amerikaning Tinch okean rayonidagi dengiz havo ustunligini buzib tashlash uchun Sovet Ittifoqi bu rayonga havo armiya qismi avatib, Jungoning Amerikaning tajovuzchiligiga uchrab ketishining oldini olishni o'ylashyapti. 10-oyning 4-kuni Sovet Ittifoqining Jungoga boshqariladigan bomba qismi avasi bo'ladiganligi o'tirg'a qo'yilib, Xrushchevdan yana xat keldi. Jungoning egilik huquqiga chetiladigan bu masalada Mavzudong aniq qilib, havodan yerga qo'yib beriladigan boshqariladigan bombani menga setib beringlar, men ishlatay deb javob berdi. Xrushchev sizga bersak bo'ladi. Aeroplanni emas, ushquvchini qetib beraman. Boshqariladigan bombani bersam bo'ladi. Ammo boshqariladigan bomba qismini men berishim kerak dedi. Oxirida Mavzudong bo'ldi. Aeroplan kesib oladi. Odam kelmasin.
Davlatning egilik huquqini qo'g'dash uchun uzun to'lqinli Rossiya bilan o'rtaq flot voqeasi yuz berganda Mao Zedong qat'iy yo'l qo'ymadi. Hozir Xrushchev yana Jungoga boshqariladigan bomba qismini avatib, Mao Zedongga egilik huquqini ta'siriga uchirtish ta'sirini bermoqchi bo'lib atadi. Shuning bilan u nihoyat tezla xat qaytirib, Sovet ittifoqining taklifini rad qilgan. Ish o'tib 2 oydan keyin Mao Zedong Jingju yig'inida Sovet ittifoqi boshqariladigan bomba qismi va havo armiyasini Fujianga avatmoqchi bo'lib atadi. Qaraganda ular bizning dengiz bo'yidagi Fujianni xuddi Amerika Tayvanga joylashib olgandek egilib olmoqchi. Keyin har qanday ishimiz bo'lsa undan so'raydi ekanmiz degan. Xrushchev Jungoning rad qilganligidan norozi bo'lgan. Onun ustiga ishlarning taraqqiyotiga ergishib, Jungo bilan Sovet ittifoqi o'rtasida diplomatiya vositasidan foydalanib, krizisni tugutish jihatidagi ixtiloflar tadrijiy gavdalandi. Jungo Amerika Gomindan bilan bevosita suhbatlashib, masalani hal qilishni tashabbus qildi. Xrushchev Tayvan masalasini xalqaralashtirmoqchi bo'ldi. U BDT yoki ko'p taraf xalqaro yig'inlar orqali krizisni hal qilmoqchi bo'ldi. 10-ayning 6-kuni Pengdexuay Mao Zedong o'z qalam bilan yozgan Tayvanli qarindoshlar nomli kitobni e'lon qilib, Jungo hukumatining maydoni va pozitsiyasini rasmiy tushuntirib, Tayvan vaziyati asta-asta yaxshilanguncha Jinminni vaqtincha qaytarib olmaydiganligini qaror qiladi. Jungo hukumatining pozitsiyasi bilan Sovet ittifoqi amalsiz o'z fikrini qaytarib oladi. Biroq yarim yildan keyin yana 1959-yil 6-ayning 20-kuni Sovet ittifoqi markaziy komiteti Mao Zedongga xat yozib, navbatdagi Sovet ittifoqining Amerika qatorliq g'arb davlatlari bilan janvada yadro sinoqini cheklash to'g'risida suhbat o'tkazayotganligi, bunday chog'da Jungoga atom bombasi nusxasi va texnikasiga aloqador materiallarni berib qo'ysa, g'arb ellarining ayblashiga uchrab qolishi mumkinligini bahona qilib, 1957-yil 10-oyda imzolangan davlat mudofaa yangi texnik kelishimini ijro qilishni vaqtincha to'xtatganligini aytib, Jungoga atom bombasi nusxasi berish va'dasiga xiloflik qiladi. Xrushchevning bu harakati Jungo Sovet ittifoqi o'rtasidagi orozchilikni yanada kuchaytirib etadi. Tayvan bo'g'zi krizisining butkul jarayonidan qaraganda, Mao Zedongning Xrushchevga Jinminni to'pqa tutish qarorini aytmasligi, keyin yana Sovet ittifoqining Jungoga qism avatishni rad qilishi, Sovet ittifoqining 10 davlat boshliqlar yig'inini echish taklifini rad qilishi, Jungoning sotsializm lagerda davlatning egilik huquqini qo'g'dash va davlat ishlarini mustaqil bir taraf qilish maydoni va iqtidorini namoyon qiladi. Jungo Kommunistik partiyasining rahbarlari Sovet ittifoqining Jungo Sovet ittifoqi munosabatida yangi fanjin qo'llanishi mumkinchiligi, Jungo Sovet ittifoqi o'rtasidagi surkilishning aniqla yana ko'paydiganligini tunib yetadi. Degandek, necha oydan keyinla Mao Zedong bilan Xrushchev o'rtasida Beijingda bir maydon kaskin talash-tortish bo'ldi. Xrushchev 1959-yil 9-ayning 15-kunidan 28-kunigacha Amerikada ziyoratda bo'ldi. U Amerikada Bag'alliyada nutq so'zlab, yo'l bo'yi o'zini ko'z-ko'z qildi. U Amerika Zongtong Eisenhower bilan David lagerda 3 kun suhbatlashdi ham suhbat axborot e'lon qildi. Bu Xrushchev taxtga chiqqandan keyin Sovet ittifoqi Amerika boshliqlaridan tunji qaytim ko'rishish edi. Xrushchev Amerikadagi ziyoratining o'nimiga to'liq ishinatdi. Sovet ittifoqi shundan keyin David lageriga ro'yini kuchab targ'ib qildi. Xrushchev mo o'zining xalqarodagi o'rnining ko'rmanlik o'sganligini his qildi. Sotsializm lagerining ichki qismiga nisbatan aytganda shu qitim Amerikadagi muvaffaqiyatli ziyoratning turtkisida Xrushchevning o'rni nihoyat yuqori ko'tarilgan. Kommunizm harakatidagi zo'r masalada cho'qim soatni to'g'rilash, soat strilkasini to'g'rilash kerak degan. Va bu gap orqali Sovet ittifoqining so'zini anglash, Sovet ittifoqining qadamiga asosan ish ko'rish degandek ma'no ifodalangan. Xrushchev Amerikadagi ziyoratini nihoyat xo'shal kayfiyatda oxirlashtirgan bo'lg'achqa, yangi Jungo qurilganligining 10 yilligini tabriklash murosimiga qatnashish uchun aldirab tinab Beijingga keldi. Ammo u bu qitim burunqiga o'xshamaydigan kayfiyatni his qildi. Aerodromda gerçi qizg'in ommaviy qarshi olish atriti o'rinlashtirilgan bo'lsa-mu, ammo Sovet ittifoqiliklar Mao Zedong va boshqa Jungo Kompartiyasi rahbarlarining nihoyat sipoya, ammo ancha qizg'in bo'lmagan tarzda kutib olganligini his qildi. Bu Xrushchev bundan bir necha kun burun Amerika ziyorati bo'lgan chog'da ko'rgan kutib olish kayfiyatidan tamoman farqlanardi. Xrushchev so'zini boshlab 5 minut o'tmayla tok ketib qolgan. Bu qiqilib, bo'g'ilib so'zlashga majbur bo'lgan. Bunun bilan Xrushchevning xo'shal kayfiyati buzilgan. Keyin Mao Zedong bilan ko'rishganda u 6-ayning 20-kuni Jungoga atom bombasi avrashkisini berishni to'xtatgan ishni tushuntirmoqchi bo'lgan. Ammo u endi ig'iz etishiga Mao Zedong uning so'zini bo'libla, bu ishni deyishmayli. Siz berishni xohlasangiz biz qabul qilamiz. Bagingiz kamiz bo'pti degan. Shuning bilan u bu to'g'riliq gap qilmay qolgan. Shu kuni kechda Xrushchev Mao Zedongning amroligida davlat bayramini tabriklash katta ziyofatiga qatnashgan. Ammo Xrushchevning shu yerda qilgan so'zi yana bir qitim Mao Zedongning noroziligini qo'zg'agan.
Bu xil inoqsiz kayfiyat 3-kundagi suhbatda oxiri arazlıqni keltirib chiqargan. 10-ayning 2 kuni Sovet ittifoqi tarafından Jungo Sovet ittifoqi munosabati, Jungo Hindiston chegara masalasi qatorliq masalalarda qo'l shiltib gap qilish pozitsiyasiga Mao qatorliq Jungo Kommunistik partiyasi markaziy komiteti rahbarlari Xrushchev bilan qattiq munoziralashgan. Mao Xrushchevning Amerikani ziyorat qilganligiga norozi bo'lib, uni jangirlarga taslim bo'lg'ili bordi deb qaradi. Ayni chog'dagi bu suhbat xotirasidan biz bu qitimqi talash tortishning keskinlik darajasini nihoyat aniq his qila olamiz. Shu chog'da Xrushchev Chen Yining ayblashiga norozi bo'lib, agar sen bizni fursatparast deb qarsang, qo'lingni menga uzatma. Men sen bilan qo'l elishmayman dedi. Chen Yimi bo'sh kelmay, "Men shundoq qilsang deb qo'yay, men sening ochiq qilinishingdan qo'rqmayman" degan. Xrushchev ochiqdan yerilib ketay deb qolgan. Chunki ayni chog'da Mao Zedong, Liu Shaoqi, Zhang Wentian, Chen Yi qatorliq 11 odamni chaqirib kelgaydi. Xrushchevlar bo'lsa aran 3 odam edi. Shunga suhbat xotirasidan qaraganda hammasi Xrushchevga qadilib turg'ashqa, u inkas qaytirib olmay vaqirab tashlagan. Bu adil bo'lmadi. Sizlar 11 odam, biz aran 3 odam tursak, shuning bilan ikki partiyaning suhbati bu darajaga yetib, munosabat intayin yomonlashib ketdi. Bu chog'dagi Xrushchev Jungo Kompartiyasining keskin tanqidlashiga chidab turolmadi. Uning ustiga ikki partiyaning Tayvan va Jungo Hindiston chegara masalasida zo'r ixtilof ko'rildi. Shu sababdan bu qitimqi suhbat Jungo va Sovet ittifoqi munosabatining buzilishidagi muhim burilish nuqtasi bo'lib qoldi. Atsi, açığı besilmagan Xrushchev Jungo'nun her qaysi joylarini ziyorat qilish planini amaldan qoldirib, muddatdan burun davlatiga qaytdi. Ondan keyin Xrushchev yana Mao Zedongni urushqa xo'roz deb sifatladi. Açıq so'zlar va hissiyotini bosolmaganlikdan ikki davlat o'rtasidagi ixtiloflar oshkorlanib, aslidagi oraga qil sig'maydigan yaqin munosabat daqiqa ichida burilish girdavoga berib qoldi. Bir yildan keyin Xrushchev o'z oldiga Jungodagi mutaxassislarni qaytirib ketib, ikki davlat munosabatiga ig'ir ziyon soldi. 1964-yili 10-oyda Sovet ittifoqi Kompartiyasi markaziy komiteti umumiy yig'in ochib, Xrushchevning partiya ishchi sirtidagi barliq vazifalarini bekor qilib, Brejnevni taxtga chiqardi. U ancha muqim bo'lmagan Jungo Sovet ittifoqi munosabatini qandaq bir manzilga elib boradi. Ata davomli chatma film Jungo Sovet ittifoqi diplomatiya arxivining siri o'zangi so'qishtirishni davomli ko'rgaysizlar. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, kelarki son programmamizda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.